Biz yaqında Atishkarta ilib borgan telefon ziyoratlarimiz davomida Qizilsuv Qirg'izabnu Oblastlik Jamoat xavfsizlik idorasining aloqador bir xodimida otishda adabiyot sohasida eng og'ir jazolangan kishining kim ekanligini so'rdik. Hozir bu sizniki shuma Qizilsuvda sizning otishda hozir bu muddasiz kesib ketgan bu yozuvchi qaysi? Eng og'ir kesib ketgan. Setivaldi Kerim'de bir adamın vakti 19 yıl kesilip ketken. Setivaldi Kerim. Aynen işimiz oldu. Bu xodim Atish shaharlik 1-o'rta maktab o'qituvchisi yozuvchi Setivaldi Kerimning 19 yillik kesibtilganligini oshkorildi. Setivaldi Kerim qancha yosh? Bu adamın yaşı aynı vakitte turma kirkitishdan 17 yılda turma kirkitishdan 6. yıl çıkışta vardı. 50 başkan. 55 yılda etrafında. Setivaldi Kerimning Qizilsuv Qirg'iz adabiyot jurnalida davomli hikoya e'lon qilib turadigan birisi ekanligini bayon qilgan bu xodim uning yozgan asarlari haqida ma'lumot berolmadi. Qaysi yerda ishlayapti o'rni qaysida? Şehirlik birinci otura. Bu she'r yozamti yoki bu hikoya yozamti? Yozuvchi. Vakillik xarakteriga ega bu asarlar qaysi asarlari? Bu Setivaldi Kerimning kitobi yoki haq biladigan. Norvegiyadagi Uyg'ur yer fondi tuzgan tutqundagi ziyolilar tizimligida Setivaldi Kerimning ismi bor bo'lib, biz mazkur tashkilotning yetakchisi Abduvali Oyib apandidan Setivaldi Kerimning kimligi haqida ma'lumot so'rdik. Bu Setivaldi Kerim hamda bu shu Sattar Savut rahbarligidagi Tahir Nasir, Olimjon Mamtimin, Yalquruzi, Vahidcha Usmonlar tuzgan yangi darslikninki ijrochilari. Bu yangi darslikni eng yaxshi tushunguvchi va o'quvchilarga eng yaxshi tushundiruvchi edi. Tanıştırılışça, yazgıç Setivaldi Kerim 1970-yili Ustunatishning O'tyag'i kentida tug'ilgan. 1988-yili Xinjiang universitetining adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. O'qish bitirgandan keyin Atish shaharlik 1-o'rta maktabga ishga tushgan va tutqun qilingan 2017-yilga qadar mazkur maktabning adabiyot o'qituvchisi bo'lib xizmat qilgan. Mazkur soqchi xodimi Setivaldi Kerimning tutilish sababi haqida ma'lumot berolmadi. Bu kesil sababi nima bo'ldi bu Setivaldi Kerimning? Deb beralamsiz? Bu yozgan kitobi sabab bo'lganligi yoki boshqa bir faoliyatlarining sabab bo'lganligi to'g'risida-chi? Buni deb beralamsiz? Yo'q. Bu soqchi darsi arxiv bo'ldi, u arxivga bir qarab baqalamsiz. Nima sababdan kesibdi? Yo'qmi? Abduvali Oyibning bayon qilishicha, Uyg'ur elida 1990-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshlarida o'rta boshlang'ich maktablarning darsliklarini qayta tuzish ishi ilib berilgan. Xitoy doiralari 2017-yildagi cho'ng tutqunda dastlabda o'zlari tasdiqlagan bu darslik kitoblarini cheklab qolmasdan uni tuzishga yetakchilik qilgan va ishtirok qilgan ziyolilarni umumyuzlik tutqun qilgan edi. Endi bu darslikninki ta'siri haqiqatan cho'ng bo'ldi. Yangi tuzilgan Uyg'urcha darsliklarninki. Bu Xitoyninki hujum nishoniga aylanib qolishimi bu darslikning noit ilmiy Uyg'ur madaniyati, tarixi, urf-odatlarini noit yaxshi aks ettirgan bir darslik bo'lganligidan bo'ldi. Bu Setivaldi Kerimning tutilishi shu darslikninki Uyg'ur ziyolilariga qilingan hujumda asosliq bir vosita qilinganligini ko'rilishga bo'ldi. Setivaldi Kerim shu darslikninki ijro qiluvchisi, ya'ni o'tkuvchisi bo'lish sifati bilan bu yerda nishon qilingan bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi Abduvali Oyibning tanishtirishicha, Setivaldi Kerim ana shu yangi darslarni o'qitishdagi muvaffaqiyatlar bilan ulgi tiklagan. Ham yana birisi, mush darsliklarni Setivaldi Kerimga o'xshash iqtidorga yetkazib o'talaydigan o'qituvchilarimizning ko'p bo'lganligi va bolalarga shu darslikning mazmunini eng go'zal, mukammal, tafakkurli bir shaklda yetkazib berganligidan bo'ldi hamda. Deyilishcha Setivaldi Kerim bu jarayondagi ta'sirotlari bayon qilingan "Mening yangi darsxonam" nomli kitob nashr qilgan. Setivaldi Kerimning "Mening yangi darsxonam" degan kitobi o'zgacha uslubda yozilgan bir darsxona tajribalarininki xulosasi sifatida yozilgan kitob. Bu kitob o'qituvchilarga o'quvchilardan savolni qanday so'rash, o'quvchilarning maqsada savollarni qanday paydo qilish, o'quvchilar bilan qanday dialog qurish, ularni qanday yetaklash haqida noit amaliy misollarni bergan. Ya'ni bu kitobda avtor o'sha o'zininki 10 yillik ma'rif amaliyotida, ya'ni 2000-yildan boshlab ta 2008-yilga jo'g'arlikdagi ma'rif amaliyotida boshdan kechirgan tajribalarini oldidan bir voqelikni berib, kino voqelikni yeshib, voqelik va yeshim shaklida o'qituvchilarga darslik ulgusini, dars o'tishninki amaliy tajribasini yetkazgan. Bu sababdan bu kitobni jiq olqishga erishgan va o'qituvchilar orasida ta'sir qo'zg'agan bu kitob.
Xitoy doiralari Ma'rif nazoratining sobiq noziri Sattar Sobitga kechiktirma o'lim jazosi berish bilan birlikda mazkur darslikning tuzilishiga amaliy yetakchilik qilgan Shinjong Ma'rif nashriyotining sobiq boshliqlaridan Abdurazzoq Soyim bilan Olimjon Mamtiminlarga shundaqli mazkur darsliklarning asosli tuzguvchilaridan bo'lgan Yalqur Ro'zi, Tahir Nasir, Voyitjon Osmon qatorliq kishilarga o'xshamagan muddatda qamoq jazosi bergan. Ma'lum bo'lishicha, Setvoldi Kerim ayni vaqtda yana aktiv ijtimoiy faoliyatchi bo'lib, bir qism adabiyot san'at faoliyatlarida Mening yangi darsxonam nomli kitobini tanishtirib, yosh o'qituvchilarni yetaklagan va rag'batlantirgan. 2004-yili Ot shahrida yangi darslik bo'yicha bir muhokama yig'ini ochilgan. Bu muhokama yig'inida Setvoldi Kerim o'zininki mush yangi darslikni o'tishdagi tajribalarini tanishtirgan. Shu sababdan bu Setvoldi Kerim shu vaqtda munavvar dars o'tkazuvchi bo'lib baholanib, o'qituvchilarga ulgu qilingan. Abduvali Ayibning deyishicha, Xitoy doiralari 2017-yildagi cho'ng tutqunda yangi darsliklarni ishtiyoq bilan o'tgan ko'p sonda o'qituvchilarni tutqun qilgan Uyg'ur Yer fondi bulardan faqat Setvoldi Kerim qatorliq 20 necha o'qituvchining tutqunda ekanligini aniqlay olgan va tizimlikka kirgizgan. Bu yangidan tuzilgan darslik sabablik Uyg'ur Yer fondininki tizimlashicha 20 dan ortiq kishi tutqun qilingan. O'qituvchi, tahrir, hatto go'zal san'at tahriri, rassomlargacha bo'lib. Bu Setvoldi Kerim bularning ichidagi bir vakilamdi. Bu shu darslik sababdan tutilganlar ichida. Setvoldi Kerimning atalmish jinoyati shu darslikni o'tgan ulgulik o'qituvchi bo'lgan mush darslikni o'quvchilarga yetkazishda pedagog rol o'ynaganlik sababli bo'lgan bo'lishi mumkin. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarix berishi, hammagarlik bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Alloh razı olsun.